lekin o'sha safarda niyatingizni yaxshi qiladigan bo'lsangiz, yaxshi niyat bilan bir joydan ikkinchi joyga, hozir juda ko'pchilik bizda o'sha tirikchilik ilinjida uyidan boshqa mamlakatga ketyapti. O'sha chiqayotganda o'sha halol pokiza tirikchilik qiling, halol pokiza lekin o'sha safarda niyatingizni yaxshi qiladigan bo'lsangiz, yaxshi niyat bilan bir joydan ikkinchi joyga, hozir juda ko'pchilik bizda o'sha tirikchilik ilinjida uyidan boshqa mamlakatga ketyapti. O'sha chiqayotganda o'sha halol pokiza tirikchilik qiling, halol pokiza tirikchilik qilib bola chaqani boqing, o'sha ro'zg'orni tebrating, ota-onamni xizmatiga bir narsa toping, yaxshilik uchun deb yaxshi niyat bilan chiqadigan bo'lsa, o'sha insonni safari ham oddiy muboh safardan ibodat safariga aylanib qoladi. Qarang, niyat qanchalik odatdan ibodatga o'zgartirib yuboryapti-da. Shuning uchun mana hozir bir eslatma, o'zi aslida o'zimizda ham o'sha joyga safarga chiqmasdan tirikchilikni, ya'ni yaxshi niyatlar bilan tirikchilik uchun uydan chiqadigan bo'lsa, ana shuni ham Payg'ambar alayhissalom Alloh yo'lida va fi sabilillah degan. Niyatni yaxshi qilib, shuning uchun birovni niyatiga kirib hukm qilishlik emas, lekin shu niyatlarimizni o'zgartirishlik, niyatlarimizni yaxshi qilishlik, niyatlarga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Shu niyatlarimiz ham inshaalloh bizni har bir qadamimizni ajr savobga inshaalloh aylantirib qo'yadigan niyatlardan bo'ladi. Alloh taolo inshaalloh umid qilamiz, mana birodarimiz ukamiz ekan, bizdan kichkina ekan, Alloh taolo o'zi shunaqangi bir ibodat safarlarida o'tdi deb umid qilamiz. Xohlasa hamma o'sha yaxshi niyat bilan uydan chiqadi. Mo'min musulmon borki, Xudo xolasa shu tirikchilik qilsam bola chaqamni o'qitay deydi, bola chaqamni chiroyli qilib tarbiya qilay deydi, oshimsam deydi, yaqinlarimni bir yaxshi ibodat safarlariga yuboray deydi. Hamma inshaalloh yaxshi. Bu aytgan narsalarimizni eslatma. Xudo xolasa boshqalarga ham shunday bir aytib deb safarga chiqayotganlarga shunday bir-birimizga eslatib tursak, inshaalloh yaxshilikdan Alloh taoloning barakotlaridan yaxshiliklarni xoli bo'lmas ekanmiz. Ilohim shunaqangi bir uzoq yurtlarda qandaydir bir hodisalarda vafot qilibdi, Alloh taolo o'zi oxiratlarini bergan bo'lsin. Qilgan amallarini Robbim o'zi qabul qilib, qabrdan barzax hayotiga kiradi. Alloh taolo qabrlarini munavvar qilgan bo'lsin. Xatolarni, kamchiliklarni, bilib-bilmagan gunohlarni Robbim o'zi mana shunday ulug' kunlarda, muborak Ramazon oylarida Alloh taolo kechirib, mag'firat qilib, Ilohim o'sha yuzi yorug' o'ng taraf egalari bo'lgan bo'lsin, ahli jannatlardan bo'lgan bo'lsin. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana muborak Ramazon oyida turibmiz. Alloh taolo hammamizni ham o'sha o'zini mag'firatiga erishgan, fazl marhamatiga erishgan, Allohning o'sha dargohlari, ahli jannatlari ochiq bo'lgan, jannat eshiklari ochiq bo'lgan kunlarda Alloh taolo hammamizni ham bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli, saodatli insonlar qatorida qilgan bo'lsin. Mahrumlardan qilib qo'ymasin. Parvardigor hammamizni ham g'animat berib, Ramazonni g'animat berib, umrimizni g'animat berib, Robbimiz rozi bo'ladigan, Robbimiz yaxshi ko'radigan amallarni ustida hayot kechirishligimizni Robbimiz nasib aylagan bo'lsin. Rahmatika ya Rahman. Bu birodarlar, endi har bir inson xatodan xoli emas. O'zi insonni tabiati shunaqangi bir xato qilishlik tabiat. Lekin shu xatoni korlarning ichida eng yaxshisi bu nima? Tavba qiluvchilar bo'ladi. Hammamiz ham hayotlik chog'imizda tavbalarimizni ko'paytirishligimiz kerak.
bandaga ko'pta narsa beriladigan bo'lsa, ko'pta amal beriladigan bo'lsa, ko'pta orqasidan yaxshilik ham beriladi. Masalan, kimga shukr qilishlik beriladigan bo'lsa, albatta unga ziyoda ne'matlarni ziyodasi ham beriladi. Agar kimga Allohni eslashlik nasib qiladigan bo'lsa, albatta ularni Alloh ham eslaydi. Agar qaysi bir bandaga duo qilishlik beriladigan bo'lsa, albatta unga ijobat ham, duoga so'ragan narsalarni berishlik ham Alloh tomonidan beriladi. Va to'rtinchisi, kimga istig'for, tavba nasib qiladigan bo'lsa, unga tavbasi ham qabul qilinadi deb ulamolar aytishadi. Tavba, biz ko'proq tavba qilamiz. Mana shunday ulug' kunlarda ko'proq istig'for aytaylik, ko'proq tavba qilaylik. Mana Odam alayhissalom jannatda gunoh qildi, xato qildi. Xato qilishida ular o'zini oqlashlikka, bahona topishlikka bahona istamadida biz xato qildik. Xatosini e'tirof qildi, xatosini tan oldi. Shayton menga sabab bo'ldi, yo falonchi bo'lib qoldi, istonchi deb bahonalar istamadida bo'ldi. Xatoni qildim dedi. Alloh taolo o'sha kechiruvchi, mag'firat qiluvchi Robbisi borligini bildida, hamda o'zini xatosini tan oldi. Darrov Allohga tavba qildi. Alloh taolo gunohlarni kechirdi. Shuning uchun istig'for, tavbani doim qilib yurishimiz kerak. Chunki inson tabiatan shunday xato qiladi. Kechiruvchi, mag'firat qiluvchi Robbimiz bormi? Demak, Allohdan so'raylik. Kamchiliklar bo'lsa, tanish bilish, jo'rachilga, qo'shni, yaqinlar orasida Alloh kechirib, insonni o'tgandan keyin hadislarga binoan yaxshiliklarni, yaxshi xislatlarni eslab zikr qilib yurishimiz kerak. Agar moliyaviy o'yinlar bo'lsa, inshaalloh hakamlarimizga uchraysizlar. Salom aytamiz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin. Allahu Akbar.